Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Kecha bemor uylarida borib ko'rgandik. Qon bosimlarimdan ko'tarib tushmayotgan ekan. Naslarni so'rasak, onalaridan yurak kasal bo'lgan ekan. 10 ta ona do'pli qilganmiz, mana nima topdik. Bilashga 50% yop qo'ygan. Xo'p, bu bitta sabab bo'lsa, ikkinchi sababi shuni buqoqlarni ko'rganimizda buqoqlarda mana tiroidit belgisi. Buqoqda tiroidit deymiz biz buni, ikkala buqoq bezlari ham kistozning uzunlar tugunlar ham tiroidit belgisi bo'lgan. Shunga qiynalib yurishgan, necha yillardan beri davralari o'ylab tortishib ketib ko'tarilib, bu masalaga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Mana sizlarga bir isbot. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga bitta like bosing, yaqinga